Hürmetli vatandaş bugünkü işlerini başlayımız. Hazır Hıdır degen üçüp kaldı dedik. Meşteyimiz mi? Soğukta kelinkin işki mecbur buldum. Geçirin Allah vatandaşlar. Bugün sizlerle sözleyici kaldık işleyeli. İşleyeli sizi ağacıyoruz. Bu başın götündü sözleyimiz vatandaş. Bugün çiğsağa. 2022 yıl 1. ayının 28. günü. 3 değil mi? 1. ayının 28. günü. Mozulunda hürmetli vatandaş Şincan Müstemleke Uyguristan meselesi de intihai zor ilgirleş. Hong Kong matbuatları Cumhuriyet Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi'nin kişilik olimpik murasimidan keyin Şinjan'ı Müstemleke Uyg'uristan'ı ziyaret qilishga qo'shildi. Mavzuli xabar qo'shildi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 1. ayning 28. kuni Duvit orbiti e'lon qildi. Şinjan meselesi, yani Müstemleke Uyg'uriston meselesi to'g'risida yangi xabar. Cumhuriyet Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk yuqori darajalik valisi barchalarning Beijing'de o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimi oxirlashgandan keyin Şinjanni Müstemleke Uyg'uristonni ziyorat qilishga qo'shildi. Hong Kong matbuoti xabardor kishilarning bayoni bo'yicha yuqorida xabar e'lon qildi. Hong Kong Janubning Sahari gazeti 1. ayning 27. kuni xabar qilib, bunday ko'rsatdi. Xabardor kishilarning oshkorlashi Jungo Beijing'de o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimi yaqinlashgandan keyingi avvalgi yarim yil ichida Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk yuqori darajalik valisi barchalarning Şinjanni Müstemleke Uyg'uristonni ziyorat qilishini qarshi oldi. Xabardor kishi bunday ko'rsatdi. Kişilik hukuk valisi Barchilat xonim yaqinda Beijingning tasdiqlashiga ega bo'ldi. Beijingda o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimi oxirlashgandan keyin Şinjan rayoni, ya'ni Müstemleke Uyg'uristonni ziyorat qildi. Shart shuki, bu qatim bu ziyorat do'stona kayfiyat ichida bo'ladi. Jinoyatchi deb hukmlanib ziyorat elib berilmaydi. Xabardor kishi bunday ko'rsatdi. Beijing taraf barchalarning Washington tarafining talablarini rad qilishni murojaat qildi. Beijingda qishloq olimpik murosim boshlanishdan burun Şinjan Müstemleke Uyg'uriston to'g'risida tayyorlagan dokladni e'lon qilmaslikni talab qildi. İsimlarda bağlı Devlet Meclisi 2 nefər 1. ayın 18. 2 nefər Devlet Meclisi a'zası Merkli ve James McGovern Uyg'urlar to'g'risida tayyorlagan dokladni e'lon qilsin degan edi Birleşken Devletler Teşkilatı. Beijing hozir buni rad qilsin deb avvalgi shartni qo'ydi. Talabni rad qilishni murojaat qildi. Beijingda qishloq olimpik murosim boshlanishdan burun Şinjan, yani Müstemleke Uyg'uriston to'g'risida tayyorlagan dokladni e'lon qilmaslikni talab qildi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bu xabardor kishi bunday ko'rsatdi. Yaqindan beri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibi Guterres ve kişilik hukuk valisi Barchilat bilan muhokama qilish orqali Jungo Beijingda o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimi oxirlashgan avvalgi yarim yil ichida Şinjanni Müstemleke Uyg'uristonni ziyorat qiladigan barchalarni kutib elishga qo'shildi. Lekin Beijing taraf bunday ko'rsatdi. Barchalarning Şinjanni ziyorat qilishi qo'shilish sabab bo'lgan taglik yoki asos Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi Şinjan to'g'risida Müstemleke Uyg'uriston to'g'risida tayyorlagan dokladni e'lon qilmaydi.
ve cunguturab yani bu katım ziyaretten dostlarını keyfiyat içinde buluşunu cinayetçi deb hükümleş bu işe teşhirilmezlikini ümit kıldı. 2022 yılı 1. ayın 18. günü Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Senatör Jeb Merkli, Avam Palata azası James McGovern, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi Barçilet'e o çok xat yazıp 2. ayın 4. günü Beijing'de kişilik olimpik murasimi ötküzülüştün burun Şinjan yani Müstemlik Uygurustan doğrusu da tayyarlagan dokumentni ilan qilishni talab qilgan edi.